Hammaga assalomu alaykum. Avtovokzaldamiz akalar. Moskvadan, Sankt-Peterburgdan Toshkentga mana avtobuslarimiz qator bo'lib turibdi akalar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz, murojaat qilinglar akalar. Bugungi chiqib ketadigan avtobusimiz mana akalar. Moskva Toshkent akalar. Akalar, Chimkentga ham bor avtobuslarimiz mana aziz vatandoshlarimiz bu holatda yo'lga chiqib ketmoqda. Mana ichki holatlarni ko'rsatamiz akalar. Mana avtobusimiz ichki holatlari akalar, ideal holatda akalar. Konditsionerlar ishlaydi akalar. Ichki zizonlarda pechkalarimiz ham ishlaydi. Shunday chiroyli avtobuslarimizni akalar ketishni tavsiya qilib qolamiz akalar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz akalar. Avtovokzaldamiz. Akalar, avtobuslarimiz o'ta go'zal. Akalar, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, akalar Chimkentga ham bor. Qirg'izistonlik akalarimiz ham kelsa ham bo'la oladi. Akalar, assalomu alaykum. Avtobusimiz yo'qmi? Zo'rmi aka? Gap yo'q aka. Sog' salomat bo'linglar, mana avtobuslarimiz.